Sochingiz shunchalar uzun bo'ladiki, uni har hafta kesib ham eplolmay qolasiz. Aynan 10 ming so'm bilan sizni sochingizni uzun qiladigan retseptni tekinga o'rgataman. Qatiq sochlarimiz uchun ideal mahsulot hisoblanadi. Shuning uchun avvalgi insonlar bekorga haftasiga sochini qatiq bilan yuvmagan. Bugungi retseptni tayyorlash uchun bizga 2 qoshiqni qatiq kerak bo'ladi. 2 osh qoshiq tabiiy uy qatig'i, 2 osh qoshiq zaytun yog'i va 1 mona tuxum sarig'i. Aynan shu mahsulotlar bizga retsept uchun kerak bo'ladi. Bu mahsulotlar xona haroratda bo'lishi va kichkina idishga mahsulotlarni hammasini aralashtiramiz va kir sochlarga yuvishdan oldin surtamiz. Surtilgandan so'ng 15-20 daqiqa qoldiramiz va keyin sochlarimizni iliq suvda yuvib tashlaymiz. Suvimiz albatta iliq bo'lishi kerak. Chunki issiq suv yoki juda ham sovuq bo'lgan suv aynan sochlarimizni mo'rtlashtirishi mumkin. Retseptni siz haftada 2 marta uy sharoitida bajarishingiz mumkin. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni va ko'proq insonga yetib borish uchun like bosishni unutmang.